Mana bemorimiz yana qayta ko'rikka kelibdilar limfa masalasida. Hop, nimalar bo'ldi limfada? O'zgarish bo'ldimi? Bo'ynalarim ko'p og'rib qolardi. Shu bezlarim qayta shamolli urardim. Muzdek ichmasam ham tomog'im yiringlab ketaverardi. Ko'p lorlarga borib yuturardim, ukol olardim. Shu bir yil ichida shunaqa bo'ldi. 1 oy oldin siz oldingizga keldim. Shu analizda topshirdik, limfa uzi qildik. Keyin lecheniya yozib berdilar. Hammasini olib qayta ko'rikka keldik. Hozir limfa uzi qildik. Ancha kamaygan, razmerlari kichkinalashgan, lekin ahvolim ancha yaxshilangan. Shamollamadim, burun bitish, quloq bitish, tomoq yiringlashlar bo'lmadi. 3 ta qopda, o'ng tarafida. Oldin qilganingizda 5 ta ekan. Chap tarafda 4 ta, bu yoqda 5 ta. Ancha razmerlari kichkinalashibdi. Hop, holatingiz qanchalik o'zgarish bo'ldi? Yo'q, shamollaverardim har hafta o'sha 3-4 kundan keyin yana qaytalayverardim. Hozir Tomonlaringiz og'riyapmidi? yo'q, chustительный bo'lib qolgan edi, angina mana. Hozir bezovta qilmadi o'zi. Tanada og'riqlar bo'lmagan. Yo'q, bo'ynim ham shamol tegsa darrov bo'ynim shamol sezardi. Hozir shamol bo'lsa ham urayman, voy og'rimayapti qoldi deb qo'yaman-da, og'rimayapti deb. Esimdan ham chiqib ketdi-da o'sha. Ancha yaxshi. Hop, bemorlarga nima deysiz? Kuzatuvchilarga. Kelsa, menga o'xshab 1 yillab yurmasdan o'sha og'riq bo'ldimi, o'zgarish bo'ldimi, vaqtida ko'rsatish kerak ekan. Qancha vaqtida ko'rsatsa, shuncha tez tuzalar ekan. Men ham 1,5 yil yurganman-da. Antibiotiklar ichib, boshqa qilib immunitetimni tushirib,